Shaharni qaranglar, chiroyliligini. Gap bo'lishi mumkin emas, boru. Qayerdamiz? Yevropadamiz, akalar. Albatta hazillashdim. Biz Toshkent shahridamiz. Yunusobod tumaniga kelganmiz. 13-kvartalga oldimizda mana shunaqa chiroyli fasadli Xonsaroy majmuasi qurilgan. Biz turgan joyimiz akalar Novostroyka. Badak ahamiyat qilmaymiz, remontini yaqinda tugatib akamiz. Bu balkonimiz bo'ladi. Kattaligini ko'rasizlar. Balkonda gaz cho'chklari qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizga balkon orqali kiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Studiya formatda kollaboratsiya qilingan oshxona bilan mehmonxonamiz akalar. Marhamat, bir chekkadan obzorimizni boshlaymiz. Bu asosiy eshik bo'ladi. Eshikdan kirganimizda bilamki chiroyli shkafga joy tashalgan. To'g'rimizda dekorativ mana shunaqa gulli naqshli gips kardondan qilingan akalar. Chiroyli mana shunaqa narsalar qo'yishgan. Neoklassika stilda remont bo'lgan akalar, uyimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Har bitta niyat qilgan insonga kamida shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Eshiklarni har bittasini 2,5 millionmi shunaqa atrofida olgan ekanlar. Yaxshi narsalar ishlatganman deyaptilar. Bu sanuzolimiz bo'ladi. Kafillarni ko'ryapsizlar. Chiroylikgina. Xo'p, keyingi xonamiz bu sanuzolimiz bo'ladi. Dushoy kabina qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Marhamat. Shundoq kirasiz, yashingiz tayyor holatda. Bu yoq tarafimizda spalniy, roditelskiy, marhamat. Podsvetkalarga alohida baho berib qo'yasizlar. Mana bu narsalarni chiroyli qilib qo'yishdi, qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita derazasi bor tashqariga qaragan. Mana bu joyini lekin poplashibdi, bor uy egalari. Garderob qilasiz. Alohida garderobingiz bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas, televizorga joy tashalgan. Ko'pchilik akalar mana shu narsani oddiy pokeydan qilib qo'yishadi. Bu quyma gips karton ekan. Mana shu narsalargacha ko'rishingiz mumkin. Sifatli materiallardan foydalanilgan. Xo'p, bu zal oshxona, aytib o'tdim. Mana bu tarafda detskiy xonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Detskiy xonani ham kattaligi yomon emas. Tashqariga qaragan derazasi bor. Bitta baho berib qo'yasizlar. Yana bitta narsa akalar, mana shu kraska bor, nemetskiy kraska ekan. Men akam aytganlarida ishonmadim. Ketchup bo'ladimi, mayonez bo'ladimi yoki shunga o'xshagan narsa kola to'qoriladimi yoki bo'lmasa qanaqadir bir yosh farzandlaringiz flomaster bilan, ruchka bilan chizsa ham hech nima qilmas ekan. Shundoq vlajniy salfetkada yoki namlatida artsanglar ham ketar ekan. Bu nemetskiy Fulger dedimi? Fulger degan kraska ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Idishlargacha turibdi deyaptilar. Duh konturli kacholari bor. Xonadonimizda 100% topipol istinladi akalar. O'zingizlar ligrovka qilib, mana mashdan o'chirib, yoqib, misol uchun qaysidir xonanikini o'chirmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar samostoятельно ligrovka qilsanglar bo'ladi. Mana shu tarketlargacha bu Xitoy, O'zbekistonniki emas, nemetskiy tarket ekan akalar. Akalar mana podyezdni ko'rasizlar, chiroyli podyezd, qaranglar, liftlargacha bor. Akalar metro shundoq bir qadam borda 600 metr oralig'ida joylashgan Yunusobod metro bekati va Mega Planet ham mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Umumiy xonalar soni 3 ta bo'lyapti. Xonadonimizda 11 qavatli Novostroyka 9-qavatida joylashgan. Kvadrat metr keladigan bo'lsa 70 kvadrat metr bo'ladi. Balkondan tashqari kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Narxi keladigan bo'lsa o'zi bu domlada bunaqa kvadratli, bunaqa 3 ta xonali xonadonimizning narxini 86 ming, 87 ming turibdi. Biz bu uyimizning narxini akalar 79.500 deb baholadi. Kimga qiziq bo'lsa pastda raqam qoldiraman, telefon qilib barakasini ko'rasizlar.